Barchaga assalomu alaykum. Demak, gastroenterologiya bo'limini farmakologiyasiga ham yetib keldik. Ana endi shu kungacha o'tgan patologiyalarimizni qanday qilib davolashimiz mumkin bo'lishini mana shu videoda sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Ana endi birinchi bo'lib gaplashadigan topigimiz bu acid suppression terapiya hisoblanadi, ya'ni oshqozonda kislotaliligini pasaytiruvchi terapiya. Bu juda ham ko'p kasalliklarda, ya'ni gastritlarda, oshqozon yara kasalliklarida, 12 yara kasalliklarida, demak, deyarli oshqozon bilan bog'liq barcha patologiyalarda ishlatiladigan terapiyalar hisoblanadi, chunki oshqozonning kislotaliligi ko'p kasalliklarda sababi hisoblanadi. Endi e'tibor beramiz. Demak, oshqozonda kislotaliligini kamaytirishdan oldin biz ularda o'zi kislota qanday ishlab chiqarilishligini bilib olishligimiz kerak. Demak, e'tibor beramiz. Birinchi bo'lib, ana shu kislota vodorod xlorid qanday ishlab chiqariladi. Demak, mana bu hujayramiz, demak, parietal hujayra hisoblanadi. Parietal hujayra doimiy ravishda o'zidan demak, vodorod xlorid ishlab chiqaradi. Buni oldin ham gaplashganmiz. Oshqozonda kislotaliligini ta'minlab beradi. Demak, bu kislotaliligini chiqaruvchi ikkita asosiy kanali bor. Demak, birinchisi vodorod kaliyli atefaza kanali bo'ladi. Demak, bu kanalda vazifasi asosiy maqsadi vodorod ionlarini tashqariga chiqarib, kaliy ionlarini oshqozondan demak ichkariga qonga olish hisoblanadi. Yonida alohida xlor kanali bo'ladi. Demak, bu ham tashqariga doimiy ravishda xlor ishlab chiqarib turadi va chiqqandan keyin vodorod bilan xlor bir-biriga qo'shilib turib, demak, kislotani paydo qiladi. Endi e'tibor berib turinglar. Mana shu proses qanday kechadi? Demak, mana shu vodorodli kaliyli atefazani faollashtiruvchi tizim qanday ishlaydi? Birinchi bo'lib biz vagus nerv haqida gaplashib o'tsak, bilamizki, bu parasimpatik nerv hisoblanadi. Parasimpatik tizimi, demak, oshqozon hazm traktiga plus ta'sir qiladi, ya'ni kislotalarda shiraligini oshiradi, kislota ishlab chiqarishni ko'paytiradi, oshqozonning peristaltikasini kuchaytiradi. Xuddi shunday vagus nervi parasimpatik bo'lganligi uchun oxiridan demak asetil xolin ishlab chiqaradi. Va asetil xolinda o'z navbatida parietal hujayralarga ta'sir eta oladigan M3 deb nomlangan xolinoretseptori bo'ladi. Va bu M3 retseptoriga ta'sir ko'rsatgandan keyin hujayraning ichkarisida maxsus GQ deb nomlangan oqsillar sistemasi faollashadi. Demak, bu ichkaridagi tizimni biz ikir-chikirgacha bilishimiz shart emas. Demak, e'tibor beringlar, qisqacha qilib aytaman. GQ tizimi faollagandan keyin hujayraning ichkarisida kalsiylarning oqimi va demak IP3 deb nomlangan moddaning miqdorini ko'paytirib yuboradi. Demak, mana shular demak kaliy natriyli atefazani faoliyatiga plus ta'sir ko'rsatadi, ya'ni stimullab beradi va tashqariga vodorod ionlarini kirgizib, ichkaridan kaliy ionlarini tortib oladi. Va bu paytda ichkaridagi vodorod ionlari qanday paydo bo'lgan desanglar, demak, karbonat angidrid bilan suv bo'ladi doimiy ravishda ichkarida va bular karbonik angidraza deb nomlangan ferment yordamida birlashib, gidrokarbonat kislotani paydo qilib, karbonat kislotadan demak gidrokarbonat ioni vodorod ioniga aylanadi. Va o'z navbatida gidrokarbonat ioni qonga chiqadida, demak, qondagi gidrokarbonat ionining miqdori oshadi. Demak, e'tibor beringlar, mana shu joyda alkalin tide deyapti. Shu so'zga e'tibor beringlar. Alkalin tide ko'pincha oshqozonda kislota sekretsiyasi kuchaygan paytda bu jarayon bilan tengma-teng ravishda demak qonga gidrokarbonat ioni sekretsiya bo'ladi va ovqat yegandan keyin yoki ko'pincha qusgandan keyin oshqozonda sekretsiya bo'lishi oshadi-da. Qusgandan keyin oshqozon top-toza bo'lib qoladi-da, kislotani o'rnini ko'paytirish maqsadida yana kislota ishlab chiqariladi. Yoki ovqat yegandan keyin ko'proq kislota ishlab chiqariladi va har doim bilinglar, qancha vodorod ioni bu tomonga kislotaga ketsa, shuncha gidrokarbonat ioni demak qonga o'tadi. Bu degani qonda ishqoriyligi shuncha ko'tariladi degani. Demak, qancha kislota ko'p ishlab chiqarilsa, qonda ishqoriyligi shuncha ortadi. Bu narsani alkalin tide deydi. Ya'ni ovqat yegan paytimizda biroz ko'tarilib qoladi yoki qusgan paytda qonda ishqoriylik muhit biroz ko'tarilib qoladi. Aynan shuni alkalin tide deydi. Demak, xlor kanallari ham mana shu joyda qondan ichkariga o'tadi. Demak, tushunib olyapmiz proses qanday ketishini. Demak, birinchi yo'l to'g'ridan-to'g'ri vagus nervi o'zini retseptori yordamida asetil xolin bilan demak kislotani kuchaytirib beradi. Endi ikkinchi yo'lni ko'ramiz. Ikkinchi yo'l vagus nervi endi bilvosita ta'sir ko'rsatadi, ya'ni gastrin releasing peptid deb nomlangan maxsus peptid ishlab chiqaradi. Bu demak oshqozon hazm traktidagi G hujayralarida stimullab beradi. Buni fiziologiyasida gaplashganmiz. Va G hujayrasi o'zidan gastrin ishlab chiqaradi. Gastrin to'g'ri borib turib parietal hujayrada joylashgan demak CCK deb nomlangan retseptor bor. Bu demak xolestekinin retseptorlari hisoblanardi. Mana shu retseptorlarga ta'sir ko'rsatsa, bu ham xuddi mana bu GQ tizimi bilan ishlab, demak EP3lar va kalsiylarni ko'paytirib, demak kislotalikni oshirib beradi.
Ikkinchisi, endi gastrin faqatgina o'zini retseptori emas, maxsus demak enterxromafin like hujayralarga ta'sir ko'rsatib turib, bulardan gistamin ishlab chiqaradi. Va gistamin ham o'zini H2 retseptoriga ta'sir ko'rsatib, endi GS tizimi bilan ishlab turib, baribir demak ATFazani faoliyatini oshiradi-da, vodorod ishlab chiqarishni kuchaytirib beradi. Endi e'tibor beringlar, mana shu 3 ta tizim ichkaridan mexanizm qanday bo'lishidan qat'iy nazar, demak to'g'ridan-to'g'ri vagus nervini demak o'zini ta'siri orqali bitta ketyapti. Ikkinchisi vagus nervini bilvosita orqali ta'sir ko'rsatib gastrin chiqaradi. Gastrindan demak o'zini CCK2 retseptori yordamida yana ishlab chiqarilyapti kislota. Uchinchisi demak gastrinda bilvosita yo'l orqali maxsus enterxromafin hujayralar gistamin chiqarib, uchinchi yo'lda stimula beradi. Demak 3 ta yo'l bilan oshqozonda shira chiqarishi kuchayapti, ya'ni kislota chiqarishi. Endi ikkita yo'l bor yana. Demak somatostatin bilasizlar, bu somatostatin hamma yoqda ingibitor deb gaplashganmiz. Maxsus GI retseptori yordamida o'zi mana bu proton pompani bloklab qo'yadi. Buni boshqacha qilib vodorod kaliy ATFazi yoki proton pompa ham deymiz, chunki mana bu chiqayotgan H+ ioni proton. Protonni chiqarib beradigan pompa kanal deb ham nomlanadi. Keyingisi prostaglandinlar. Biz bilamizki, prostaglandinlar kislota ishlab chiqarilishini kamaytirib, oshqozonning mukoz qavatini ko'paytirib, oshqozonning himoya funksiyasiga kiradi. Buni gaplashganmiz. Prostaglandinlar ham xuddi GI tizimi bilan ishlab, proton pompani faoliyatini tushirib yuboradi. Demak, e'tibor beramiz. Somatostatin prostaglandinlar oshqozon shirasini kamaytiradi. Astilxolin vagus nerv orqali, gastrin vagus orqali yoki gistamin gastrin orqali mana shu uchalasi bo'lsa kislotani oshirib beradi. Endi hozir biz mana shu yo'llarda bloklab turib oshqozonda kislotaligini kamaytirish haqida gaplashamiz. Demak, birinchi bo'lib gaplashadigan topikimiz bu gistamin blokatorlari. H2 retseptor blokerlari. Demak, bu dorilarga simetidin, famotidin va nizatidin deb nomlangan dorilar kiradi. Demak, gistamin blokatorlarining asosiy faoliyati mana bu joyda hisoblanadi. Gistamindan demak gistamin 2 retseptoriga ta'sir ko'rsatadi va mana bu joyga e'tibor beramiz. Gistamin blokerlari. Gistamin blokerlari mana shu joyda o'zining faoliyatini bajarib turib, demak mana bu parietal hujayralarda oshqozonda kislotasini chiqarishni bloklaydi. Demak, mana bu joyda yozyapti. Gistamin blokerlarini before you dine deyapti. Demak, oxiri din bilan tugaganligi uchun, demak, ovqatlanishdan oldin iste'mol qil nomlab ketyapti bu yerda. Demak, dine qilishingdan oldin gistaminlar va o'sha H2 blokerlarini ol, ya'ni ovqatlanishdan oldin ich bu tabletkalar demoqchi. Mexanizmi, demak, ko'rdinglar, o'sha gistamin 2 retseptorini bloklash natijasida vodorod pompalarini ingibirlab qo'yib turib, parietal hujayralardan kislotani ishlab chiqarmaydi. Asosan beriladi. Aytib o'tdik, deyarli berilishi bir xil kasalliklar oshqozonda yara kasalligida, gastritda yoki biroz ezofagal reflukslarda ham beriladi. Ezofagal refluks bilasizlar, zarda bo'lib oshqozonning kislotasi qizil o'ngachgacha tomoqqacha keladi. Buni ham kislotalikni kamaytirib turishligimiz kerak bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Ya'ni bu dorilarda o'ziga xos bo'lgan adverse effektlari, ya'ni boshqacha yon ta'sir yoki nojo'ya ta'sirlari bor. Simetidin, demak bu sitoxrom P450 tizimining ingibitori hisoblanadi. Demak, sitoxrom P450 tizimi aytib o'tganman oldin ham juda ham ko'p tizimlar bilan ishlaydi, jigarda asosiy ferment hisoblanadi. Buni bloklash natijasida ko'pgina dorilar bilan interaksiya qilish mumkin. Ya'ni ba'zi bir dorilar sitoxrom P450 tizim yordamida metabolizmga uchraydi. Tasavvur qilinglar, misol uchun bemor A dori ichadi va u A dori ichadigan A dorisi mana shu P450 tizimi yordamida parchalanib ketishi kerak qonga. Parchalanib tashqariga chiqib ketishi kerak. Lekin biz simetidin ichyapmizda, bu simetidin dorimiz mana bu sitoxrom P450 tizimini bloklab qo'yyapti. Natijada A dori parchalanmay qolib ketadi, miqdori ko'tarilib ketadi. Bu endi dozadan, biz bergan dozada A dorining miqdori ko'payib ketib turib, biz o'ylagan effektga olib kelmaydi. Yoki teskarisi jarayonlar. Demak, bitta dori ikkinchi dorining metabolizmiga ta'sir ko'rsatsa, bu dori-dorining interaksiyasi hisoblanadi. Shuni e'tiborga olib qo'yish kerak. Ya'ni u odam simetidin ichyaptimi, boshqa surunkali kasalligi bormi, qanaqadir dorilar ichadimi, varfarin yoki shunga o'xshash dorilar bormi, yo'qmi so'rab qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Va yana qo'shimchasiga anti-androgenik effekti bor, eslab qolinglar, simetidin ayniqsa erkaklar uchun anti-androgenik effekti bor. Natijada testosteronlar faoliyatini bloklab, prolaktinni oshirib yuboradi va prolaktin ginekamastiyaga sabab bo'lib qoladi va testosteron tushib ketdi erkaklarda, natijada impotensiya, ya'ni o'sha boshqa jins vakiliga qiziqish keskin tushib ketadi. Erkaklarda libido ham yo'q, impotensiya ham yo'q. Ya'ni bu holat yaxshilikka olib kelmaydi. Bu ham simetidinda nojo'ya ta'sirlardan biri.
va o'z navbatida bu blood brain barrierdan o'tib ketishligi mumkin, miyaga borib turib bosh og'rig'i, bosh aylanish, hushsizlik holatini keltirib chiqaradi. Hatto platsentadan ham o'tib turib bolaga ham ta'sir ko'rsatishligi mumkin. Va yana e'tibor beringlar, simetidin renal ekskretsiyasi kamaytirib yuboradi kreatininda. Ya'ni sizlar bilishinglar mumkin bo'ladi, simetidin ichib yurgan odamlarda doimiy ravishda kreatininning miqdori qonda normadan baland bo'lishligi mumkin. Bu simetidinning qo'shimcha adverse effekti, ya'ni buyraklarda o'sha kreatininning ekskretsiyasini keskin tushirib yuboradi. Natijada kreatinin miqdori qonda qolib ketadi, normadan baland chiqadi. Demak, bilib oldik. Mana shu o'ziga xos bo'lgan effektlarning barchasi simetidin degan dori uchun xos. Boshqa, demak, o'sha H2 blokerlari bunaqa adverse effektlari yo'q. Demak, asosiy bilib olishinglar kerak bo'lgan narsa, mana shu dorilar qaysi kasalliklarda beriladi va aynan bitta vakili simetidin qanaqa o'ziga xos bo'lgan effektlari bor. Shularni bilib olinglar. Xo'p, navbatdagi dorilarimiz demak proton pompa ingibitorlari hisoblanadi. Demak, bular omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol. Bularni juda yaxshi bilamiz hammamiz, omeslar. Mana shu prazollar hammasi proton pompa ingibitorlari hisoblanadi. Demak, asosiy mexanizmi demak bu qaytmas bloklaydi o'sha oshqozondagi parital hujayrasidagi vodorod kaliy atefaza. Boshqacha qilib aytsak, buni proton pompani ingibitori hisoblanadi. To'liq qaytmas ingibitorlaydi. Asosan ishlatilishi oshqozonning yarasida, gastritda, ezofagal refluksda, keyingisi Zollinger-Ellison sindromi. Zollinger-Ellison sindromini biz oldin gaplashganmiz. Bu gastrinoma hisoblanadi. Ya'ni gastrinning o'smasi, gastrin juda ham ko'p chiqib ketgan natijasida oshqozonda kislotalik ham oshib ketadi. Ana shunda bersak ham bo'ladi. Yoki Helicobacter pylori terapiyasida ham yonma-yon qo'yib doim beriladi, chunki Helicobacter pylori ham oshqozonning antral qismida yashab, gastrit keltirib chiqarib, yaraga olib keladigan bakteriya hisoblanadi. Demak, bunga antibiotikka qo'shib turib, doimiy ravishda proton pompa ingibitor beramiz, chunki oshqozonning kislotalikligini kamaytirib turishligimiz kerak. Va stress ulcer profilaktikasida ham ishlatiladi. Stress ulcer bu o'sha asosan nervus vagus hisobiga kelib chiqqan organizmda simpatik tizimdan ko'ra parasimpatik tizimning faoliyati oshishi natijasida inson doimiy ravishda stressda yurganligi natijasida kelib chiqadigan yaralar hisoblanadi. Mana shunday ham berilardi. Asosiy adverse effekti Clostridium difficile infeksiyasini oshirib yuboradi. Buni keyslarda oldin ham juda ham ko'rdik. Bu Clostridium difficile maxsus tayoqchali bakteriya hisoblanadi. Bu ichakda normal florasida bo'ladi. Normal florasida bo'ladi. Qachonki biz har xil antibiotiklar iste'mol qilganimizda yoki shunaqa proton pompa ingibitorlar iste'mol qilganimizda ichakdagi normal flora buziladi-da, mana shu Clostridium difficile miqdori oshib ketadi. Endi bu o'zi norma flora, lekin normada bo'lishi kerak. Miqdori ko'tarilib ketgandan keyin bizga kasallik keltirib chiqaradi. Clostridium difficile infeksiyasini keltirib chiqarib, diareya bo'lib, qorni dam bo'lib, leykositlar miqdori oshib, shunaqa kasalliklar keltirib chiqaradi. Va yana qo'shimchasiga bu adverse effect sifatida pnevmoniya, o'tkir interstitial nefritlar keltirib chiqarib qo'yishligi mumkin. Va yana doimiy bilib olinglar, proton pompa ingibitori vitamin B12 ni so'rdirmaydi. Chunki bu qo'shimchasiga parital hujayralarni doimiy irreversible bloklaganligi uchun o'sha B12 ni birga so'rishga yordam beradigan Kassel faktorini ham chiqarishni bloklaydi. Va yana e'tibor beringlar, mana ham juda ham muhim joyi, qonda magniy bilan kalsiyni absorpsiyasini kamaytirib yuboradi. Ya'ni qonga so'rilishini kamaytirib yuboradi ichaklardan. Bu degani yosh katta insonlarda keyinchalik suyaklarini mo'rtlashib, sinishni oshirib yuborishligi mumkin. Demak, bilib olinglar, asosiy bu joyda proton pompa ingibitori deganda sizlar magniy kalsiyni so'rdirmasligini bilinglar, vitamin B12 ni so'rdirmasligini bilinglar va Clostridium difficile infeksiyasi chaqirishini bilsanglar bo'ldi. Xo'p, keyingisi antatsitlar hisoblanadi. Demak, antatsitlarga alyuminiy gidroksid, kalsiy karbonat, magneziy gidroksidlar kiradi. Demak, bular ham bir qancha organizmda kislotani ishlab chiqarishini kamaytirib beradi. Ya'ni antatsitlarda kislotaga qarshi vositalarda yana bir qancha o'ziga xos xususiyatlari bor. Demak, absorpsiyaga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, CD ekskretsiyasi boshqa dorilarda, demak, CD bilan ekskretsiyasi, CDdagi pH shularga ham ta'sir ko'rsatib qo'yishligi mumkin bo'ladi. Deyarli barchasi gipokalemiyaga sabab bo'ladi. Shu narsani bilib olinglar. Hozir beriladigan antatsitlarning barchasi gipokalemiya chaqiradi. Demak, birinchisi alyuminiy gidroksid. Alyuminiy gidroksid, demak, o'ziga xos bo'lgan xususiyati beriladi, kislotani kamaytirish uchun beriladi. Xo'p, bularning asosiy mexanizmi oshqozondagi kislotalar bilan reaksiyaga kirishib,
ularni absorpsiyasiga ta'sir ko'rsatib, ularni qondagi erkin yurishiga ta'sir ko'rsatib turib, kislotalilikni kamaytirib berish hisoblanadi. Bular hech qanday bloklash xususiyati yo'q. Demak, shunaqa qilib kamaytirib beradi kislotalikni. Demak, asosiy alyuminiy gidroksid bo'lishi mumkin. Ishqor bersak, ich qotish sabab bo'lishi mumkin. O'zi bilan fosfatlarni olib chiqib ketib qoladi. Fosfatlarni olib chiqib ketib qolgandan keyin osteodistrofiyalarga sabab bo'ladi. Va o'z navbatida kaliy doimiy gipokalemiyaga sabab bo'lganligi uchun proksimal muskullarda zaiflik keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Bilinglar, gipokalemiyaning bitta belgisi muskullarda zaifligi. Keyingisi sejurlarga sabab bo'ladi, kaliy yoki o'zi bilan fosfatlarni olib chiqib ketganligi uchun. Endi kalsiy karbonat. Ko'pincha kalsiy karbonatni iste'mol qilaversa giperkalsemiyaga sabab bo'lishligi mumkin. Bu milk alkali sindromi hisoblanadi. Ya'ni kalsiy karbonat bir payt giperkalsemiya chaqirib qo'yadi. Qonda kalsiy miqdori ko'payib ketishligi mumkin va kislotalikning miqdori ba'zida orttirib ham yuboradi bu. Xo'p, demak, xelatorli vazifasini ham bajarishi mumkin bo'ladi. Ba'zi bir dorilarni o'ziga yopishtirib olib, ichaklardan so'riltirmasdan olib chiqib ketishligi mumkin. Misol uchun, tetratsiklin deb nomlangan antibiotikda effektini tushirib yuboradi, chunki o'ziga bog'lab olib chiqib ketib qoladi. Keyingisi magneziy gidroksid diareya chaqiradi, giporefleksiya, gipotenziya va ba'zi bir holatlarda o'sha magniy ionlarini leveli o'zgarganligi uchun yurak kardiak arrestlarga, yurak to'xtab qolishlariga sabab bo'lishligi mumkin ekan. Demak, bu antatsistlar kamdan kam ishlatilsa ham, lekin ba'zi bir holatlarda kislotani supressiya qilish uchun beriladi. Xo'p, navbatdagi dorilarimiz demak Vismut va sukralfat deb nomlangan dori hisoblanadi. Bu dorilarni hozir rasmda ham ko'rsataman. Asosiy vazifasi demak yaraga bog'lanib olish. Bu dorilarda asosiy vazifasi oshqozondagi yaraga bog'lanib oladi, yarani asosiga bog'lanib turib, demak u yarani physical protection qilishni boshlaydi. Ya'ni tashqi tomondan fizikal himoya. Va yana qo'shimchasiga demak u yaraga bog'lanib turib, demak gidrokarbonat ionlarining sekretsiyasini kuchaytirib beradi. Natijada oshqozondagi kislotalikni neytrallab turib, pH ni sekin o'ziga qaytaradi. Demak, mukozal layerda boshqacha qilib aytsak, Vismut bilan sukralfat mukoza qavatini qoplab olib turib, oshqozonning kislotalikligini neytrallab berib turib, demak, kislotali muhitdan himoya qilib turishi kerak bo'ladi. Mana bu rasmga e'tibor beringlar. Endi mana bu joyda yozib qo'yilgan sukralfat va Vismut parietal hujayrasining yuzasi ichkaridan ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni oshqozonning mukozal qavatidagi yaraga bog'lanib turib, shu joydan gidrokarbonat ionlarini olib chiqib ketib turadi-da, kislotani chiqarishini bir qancha to'sib qo'yadi va himoya, physical protection qilib, ustini qoplama paydo qilib, oshqozonning yarasini himoya qilib turadigan dorilar hisoblanadi. Endi bu dorilarda bittanisiga e'tibor beringlar. Sukralfat degan dorini aktivlashish uchun, oshqozonga tushib turib aktivlashish uchun doimiy ravishda kislotali muhit kerak bo'ladi. Shuning uchun bu dorilarda proton pompa ingibitori yoki mana bu gistamin blokatorlari bilan berib bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki zo'r effekt berishi mumkin deyishinglar mumkin. Ham bu tomondan kislotani bloklaydi, ham bu tomondan yarani ustini qoplaydi. Ikki tomonlama yutaman deyishinglar mumkin, lekin mana bu sukralfatni aktivlash uchun doimiy ravishda kislotali muhit kerak bo'ladi. O'sha yarani yuzasiga bog'lanib olishlik uchun, yarani ustini qoplab olish uchun. Agar biz proton pompa ingibitori yoki mana bular bilan qo'shib bersak, to'g'ri kislota ishlab chiqarilmaydi, lekin yarani usti qoplanmaydi-da, bu dorini bekordan berayotgan bo'lamiz. Asosiy berilishi shu yarani bitishida yordam beradi va travelers diarrhea deb nomlangan sayohatchilar diarreyasi bor. Ko'pincha ichimlik suvidan yoki har xil ovqatlardan yuqib qoladi. Maxsus o'sha stafilokok turlari hisoblanadi. Mana shunday Vismut berilsa bo'ladi. Yoki Vismutni yana qo'shimchasiga o'sha Helicobacter pylori'ni quadruple terapiyasida ham qo'shib beriladi. Ya'ni asosan triple terapiyasi bor. Helicobacter pylori'da, ya'ni proton pompa ingibitoridan bitta beriladi, bitta antibiotik beriladi. Shunaqa berilgan paytda Vismutni ham qo'shib berishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, navbatdagi dori bu misoprostol hisoblanadi. Demak, misoprostol bu prostaglandin analogi hisoblanadi. Ko'rdinglar, prostaglandinlarda asosiy vazifasi oshqozondagi kislota produksiyasini kamaytirib yuboradi, yuqoridan ta'sir ko'rsatib va oshqozonda mukozani sekretsiyasini oshiradi. Ya'ni mukoz baryer paydo qilardi prostaglandinlar, eslasanglar. Ya'ni doimiy ravishda kislota bilan teskari ta'sir ko'rsatadi. Asosiy ishlatilishi e'tibor beringlar. Xo'p, bersa bo'ladi. Nosteroid induced peptic ulcerlardan ehtiyot bo'lishligimiz kerak, chunki nosteroidlar asosan prostaglandin E1 produksiyasini kamaytirib yuboradi. Ko'pincha shunaqa nosteroid doimiy ravishda shuna or qoldiruvchi tabletkalar ichib yuradigan odamlarda oshqozoni yara bo'lib ketadi. Sababi shu nosteroidlar prostaglandinlarda produksiyasini kamaytirib yuboradi. Demak, asosan prostaglandinlar beriladi qachonki shu nosteroid iste'mol qilayotgan odamlarda yara bo'lib qolmasligi uchun qo'shimchasiga beriladi. Ya'ni ichayotgan dorimiz prostaglandinlarni ingiberlaganligi uchun
biz prostaglandin beramiz. Va yana qo'shimchasiga ko'ryapsizlar, off label dori sifatida ishlatiladi. Induction of the labor, ya'ni tug'ruqni keltirib chiqarishi mumkin, chunki prostaglandinlar bachadonni bo'yin qismini kengaytirib yuboradi, tug'ruq chaqiradi. Bu off label degani o'sha tajribada o'tmagan, haligi mumkin emas dori, sxemadagi yo'q dori, lekin mexanizm jihatdan ishlatsa bo'laveradi. Chunki bachadonni kengaytirib yuborishligi mumkin serviks qismini. Shuning uchun homiladorlarda berishga ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Asosiy adverse effektlari diareya chaqirishi mumkin. Va yana ko'ryapsizlar, asosan homilador yangi o'sha tug'iladigan homiladorlarda berib bo'lmaydi, chunki abort chaqirib qo'yish effekti bor. Xo'p, navbatdagi dorimiz demak aktiratid hisoblanadi. Demak, aktiratid hammamiz juda yaxshi bilamiz. Uzoq ta'sir etuvchi somatostatin analogi hisoblanadi. Demak, ko'pincha asosiy vazifasi oshqozon hazm traktidan chiqadigan barcha gormonlarni sekretsiyasini bloklash hisoblanadi. Yana qo'shimchasiga qon tomirlarini toraytirish xususiyatiga ham ega va jigarda sirrozlarda qizil o'ngach qonayotgan paytda shu varikoz qon tomirlarini toraytirish maqsadida ham beriladi. Akromegaliyada ham beriladi, chunki bu somatostatinda analogi hisoblanadi, ya'ni o'sish gormonini ham bloklaydi. Vipomalarda beriladi yoki karsinoid o'smalarda ham juda ko'p kasalliklarda beriladi. Demak, aktiratid yuqorida mexanizmini ham ko'rdinglar, oshqozon kislota shirasini kamaytirishni ham ko'rdinglar. Demak, asosiy adverse effektlari ko'ngillanib, oshqozonda sanchiqlar va yog'li diareya chaqirib qo'yishligi mumkin va yana qo'shimchasiga o't tosh chaqirib qo'yadi riski bor, chunki xolestekininni ingiberlab qo'yadi. Xolestekinin bu o't pufagini qisqartirib, o't yo'llarini harakatini yaxshilab beruvchi gormonidir. Agar xolestekinin chiqmay qolsa, o't qolib ketib doimiy ravishda, demak, o't toshda riski bor. Xo'p, navbatdagi dorimiz demak sulfazolazinlar hisoblanadi. Demak, bu dori asosan sulfapiridin, bu antibakterial xususiyatga ega va 5 amino salitrik kislota. Demak, bu anti yallig'lanishga qarshi bo'lgan ham antibakterial, ham yallig'lanishga qarshi bo'lgan ikkita dorining kombinatsiyasi bu sulfazolazin deb nomlangan dori. Asosan bu ichakka tushgandan keyin ichakdagi kolonik bakteriyalar tomonidan aktivlashadi. Va bular asosan ulserativ kolit va Crohn kasalligida beriladi. Crohn kasalligini ham kolit ketayotgan paytda. Chunki ham shu joydagi infeksiyaga qarshi kurashadi, ham yallig'lanishga qarshi bo'lganligi uchun, demak, bu ikkala kasalligimiz bilamizki inflammatory bowel disease, yallig'lanadigan ichak kasalliklari. Shulardan anchagina yordam beradi. Va asosiy adverse effekti charchoq, ko'ngil aynish, keyin sulfa tarkibida sulfa dorilar bo'lganligi uchun zaharlanib allergiya chaqirib qo'yishligi mumkin. Va yana orqaga qaytuvchi oligospermiya. Erkaklarda spermalarning miqdorini kamaytirib yuboradi. Dorini to'xtatgandan keyin bu jarayon sekin spermaning miqdori tiklanadi. Demak, bu dori asosan sulfazolazin yallig'lanishga qarshi va antibakterial bo'lganligi uchun ulserativ kolit yoki Crohn kasalliklarida ishlatiladi. Demak, mana shu kasalliklar va dorilar bilan hozirgi videomizni yakun yasaymiz. Demak, bu videoda sizlar asosan oshqozonda kislotaligiga ta'sir ko'rsatuvchi dorilarni ko'rib chiqdinglar. Endi keyingi slaydda yana qo'shimcha gastrointestinal dorilar bor. Uni ham ko'ramiz. Barchaga xayr, salomat bo'linglar.